PVS 416. Manba ham xuddi shunaqa narsa. Qayerda yozig'i buni? Mana yozig'idan ko'rsa bo'ladi. Mana xuddi shunaqa yozilgan, mana PVS yili faqat yangi bu. Endi buni qaranglar, simni. O'sha paytda mana buni ko'rasizlarmi? Buni qaranglar. Bu ham izolyatsiya tomonli, boshqa tomonli ham farqi bor. Mana ochilmaganini ko'ramiz mana. Ochilmaganini mana qaranglar. Simi bilan bir xil deb, pashti. Ha. Pashti mana izolyatsiyasi bilan sim bilan bir xil bo'lyapti, pashti. Ha. Bu yerda u ish bunaqa bo'lmaydi. Hozir mana bunda qizish bo'ladi, hozir. Bo'ladi qizish. Sifatli mana qara, farqi normalniy farq bor-da. O'shani nima aytib qolamiz klientlarga endi? Klientlarga endi ishonish kerak. Biz 15-16 yildan beri mashina ichidamiz. Nima olishni bilamiz biz. Ishonishligini men so'rab qolardim. Boshqa narsa, ortiqcha gap so'z yo'q. So'rab ish qabul qilib olish kerak, bo'ldi tamom. Ha, ko'rsam arzimagan narsa, mana sim o'zi yupqa, mana bu qalin. Farqi mana shunday bilinib turibdi. Mana bu videoda ko'rsatgan mana. Mana pashti mana izolyatsiyasi bilan bir xil pashti mana. Ha. Menimcha ko'rinayotgandir. Ha, ko'rinyapti mana. Endi nima aytamiz shunga? Klient ishonmadi, men o'zim olib kelaman hammasini aytdi. Mana shu oqibatida shunaqa bo'ladi. Mana o'zini ham olgan mana. Mana farq bilinayotgandir. Ha, bilinyapti, anchagina farq. Endi bilmadim, shu klientlarga nima aytib qolamiz shunaqa joyda? Klientlarga endi ishonishligi kerak. Sifatli narsa olib kelamiz, ko'rib qabul qilib olishadi, tamom. Shunga do'stlar, sizlar uchun faqat sifatli ishlarni o'ylaymiz, sifatli material olamiz. Har bitta do'konni bilamiz. Nima sotadi, qancha sotadi, sifatlimi, sifatli emasmi materialni hammasini bilamiz. Butunli hammasini do'konni bilamiz. O'shanga bizni bilamiz. Shunda boramiz, o'sha do'konni olamiz, olib ketib, sразу ishni bitkazamiz. Bunda agar egalari olib kelsa, o'zlarini tanishmi, yoki kimdirdan arzonroq olgandir balki. Bu bo'lmaydi-ku, farqi bor-ku. Nima qilish kerak bu vaziyatda akalar?